Bu yo'lda nima ishi bor? Laylining menga tayyorlagan syurprizi qanaqa ekan? Bir kun SMS yozmay, telefon qilmang dedi. Ha, Layli. Tushunmadim, Zebo, nima qilganingiz bu? Ali aka, men haligi Uyalmaysizmi bunaqa ish qilgani? Hozir Layli ko'rsa nima deb o'ylardi? Layli yo'q. Mana men sizni chin yurakdan sevaman. Zebo, asabimga tegmang, xo'p. Boring yo'qoling bu yoqdan, hozir bu narsa qilib qo'yaman. Aka, yengam shu yerda edi. Nima? Menimcha hamma narsani ko'rdilar. Nima deyapsan, Rashid? Qani? Ana tarafga ketdi yig'lab. Yur tezroq, Rashid. Layli! To'xta, unaqa qilma. Keskin bir vedanın yarası. Nima qilganing bu? Qo'ying qo'limni. Ko'radiganimni ko'rib bo'ldim. Bir şey soruyor. Endi yashagim kelmayapti. Meni noto'g'ri tushunding. Ko'rganlaring hammasi yolg'on. Men ko'radiganimni ko'rib bo'ldim. Baxtli bo'linglar. Alvido.